eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Lan kuchga. O sekretar, yarangiz ig'ir emas-ku, ha? Har holda yaxshi. Dushmanning o'q tekkan bo'lsa-mu, yanil yaram ancha ig'ir emas. Ay, to'xtab turinglar. Loli, xotirjam yetim. Men cho'qim oramizdagi jasusni tepib chiqib, xo'jayinni tutib, sizlar uchun qisos olaman. O sekretar, bu zodi qanday ish? Dushman tuyuqsiz zarba berib, xo'jayinni bulab ib ketdi. Kimidiki, mendan boshqa barliq yo'ldoshlar qurbon bo'ldi. Bu qaysi vaqt yuz bergan ish? Tunugin tushdingki. Plan nihoyat maxfiy tursa, dushman qanday bilalaydi? Aramizda xoin bor. Kim? Kim xoin? Cho'qim izlab topaman. Bugun atdigan Boranchapqon gruppasidagi Yanshoying yo'shirincha harbiy idora qilish komitetining 3-qavatdagi moliya ishxonasiga hujum qilib, ishqbaqarlarni o'ldirib, u yerda yo'shirib qo'ygan 2-numurli viruslarni yo'tkab ketibdi. Nima? Shundoq. Ish yuz bergandan keyin u qochib ketmoqchi bo'lganda Charlash atrofdagilar tomonidan bayqilib qilib, naq maydonda qo'lga olindi. Sizlar yana Shoyingni tutib oldinglarmi? To'g'ri. Agar mening farzim xato bo'lmasa, eliqi oramizdagi xoin cho'qim shu. Tezdan komitetga boraylik. Nima qilmoqchi? O'ltirib xodim. Birdan mang'ay. Sen qanchinchi yil askarlik qilgan? Buning sababi nima munosabati? Bunda xil so'rab qo'ydi. Hozircha meni odam o'ldirgan qotil deb hukm chiqarish to'g'ri emas. Shu sababdan senmi bunchalar hudib ketmasang bo'ladi. Men o'z ko'zim bilan seni odam o'ldirib qochmoqchi bo'lganligini ko'rdim. Sen buni unda tinmamoqchimi? Sen degan inqilobiy jangchi. Rost gap qilishing kerak. Sen heliqi ishga qarabulni, mening o'ldirganligimni rostli o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Men o'z ko'zim bilan odam o'ldirganini ko'rmadim. Mana bu gaping to'g'ri bo'ldi. Menmi ayni vaqtda o'z ko'zim bilan sabdoshlarimning dushmanlar tarafidan bo'g'izlanib, suv ko'lchaklariga tashlab qo'yilganligini ko'rgan edim. U chog'da mening qalbimda faqat o'chmanlik bo'lib, xuddi hozir sening ko'nglingda o'ylaganlaringdek edi. Shu sababdan hozirgi holatingni obdan tushunaman. Sening hozir nima ish qilishni o'ylashayotganligingni men aytib beramsan. Sabdoshlarim uchun qisos elish, to'g'rimi?
Ular senin hesapdaşların emas. O'xshashlar mening hesapdoshlarim. İşenmeymen. Sen ulanı öldürdün. Sen xatolashding. Men ularni o'ldirmadim. Shundaqla o'ldirmayman. Ba'zi ishlarni sen tek tushunmaysan. Agar men qo'l silib odam o'ldirmoqchi bo'lsam, men tapanchaga tayanmagan bo'lardim. Mening qo'limda to'mirning sunuqimi yo'q. Biroq sen-chi, miltiqni mening ko'kragimga tanglab turyapsan. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Ishonmamsan? Hozirmi o'xshash? Qurol ishlatmay turibmi? Seni har vaqt o'ldirib tashlalayman. Bo'ldi, endi po'atma. Sening bunchalar qobiliyating bo'lgan bo'lsa, bizning qo'limizga tirik tushib qolmagan bo'lardi. Ishonmaysan shundaqmi? Hozirmi kechikib qolmaysan? Qani sinab boqmamsan? Tez uni qo'yib et. Agar qo'limni shundaqla harakatlantirib qo'ysam, sen tugishsan. Sen nima qilmoqchi? Men hech qanday qilmayman. Sen Men sana sabdoshlarimga ziyonkashlik qilmayman deb burilib aytgan. Shundaqla fursat izlab qaytishni o'ylashmadim. Men odam o'ldirish uchun qurolga tayanmasam bo'ladiganligini sizlarga tushuntirib qo'yishni to'g'ri topdim. Endi o'shangasizlar. Li Xiaohu bilan Zhang Shunbiyaolarni rostla siz o'ldirmadingizmi? Li Xiaohu va Zhang Shunbiyao degan ularning ismimi? Shundoq. Sening isming nima? Zhao Tiegang. Zhao Banjang. Men bayatdan ularni o'ldirmadim deb aytdim. Menga ishonabsan? Sizlar o'q ovozini anglagandan keyin ustungi qavatga chiqdinglar. Shundoq. Biz binoni tekshirayotgan edik. Tuyuqsiz 3-qavatdan o'q ovoz anglandi. Mana bu bayatda yuz bergan ishlar. U vaqtda men moliya bo'limida edim. Sirtda o'q ovozini anglagandan keyin yugurib chiqdim. Qarsam Li Xiaohu bilan Zhang Shunbiyaolar eshik oldida qurbon bo'ldi. Binoning chiqish eg'izidan bir soyning chiqib ketayotganligini ko'rdimda, orqadan qo'g'ildim. Mana shu vaqtda sizlar yetib keldinglar. Men shuning bilan haqiqiy qotilga aylanib qoldim. Asli uning maqsadi o'q ovozdan foydalanib sizlarni 3-qavatga chiqarish edi. Biroq uning bunday qilishi zodi nima uchun? Albatta meni balog'a ishtirib qo'yishdi. Haqiqat isbotlab berdiki, u maqsadiga yetdi. Men yana tushunmadim. Harbiy komitet binosining to'rt atrofiga qattiq qo'g'dildi. Qotil qanday qilib kiralaydi? Ularga nisbatan bunday ishlar nihoyatda oddiy tuyuladi. Aras, ish yuz berishdan ilgari sizlarning muhofazatbani bu binoni har kun tekshirib turamtinglar. Muhofazatbani cho'ngshikning oldi va atrofini tekshirishga mas'ul. Bino ichini charlaydigan vazifasi yo'q. O'lish kun. Yana Tayping mehmonsaroyida yarasida alaydi jasuslarni qo'lga tushirgan vaqtida Wang Mudir bino ichi muhofazatsini kuchaytirishni dedi. Biroq bu vaqtincha charlash vazifasi. Mundaqda. Kim hujumga uchurdimi? Shundoq. Loli bilan 5-numurchi. Nima? Siz bilmamsiz? Men nima bilay? Men texi bu ishlarni hammadan bekrak sizni aniq biladi deb o'ylab yuribdiman. Bu nima deganingiz? Men ig'ir yodlanib hushsiz yotganda mening qallam nihoyat sagak edi. Shu chaqda men ustiga qora xurum palto, qora ko'zoynak taqib olgan egiz bo'yliq odam kemaga chiqib, xo'jayini qutqizib chiqib ketganligini ko'rdim. Qaraganda mening tushuntirishimning hojati yo'q ekanda. Ishlar nihoyat oydin. Sen anshunjayni tekshirib o'tkazib olaman deganni bano qilib,
Bugun saharda harbiy idora qilish komitetining 3-qavatidagi moliya bo'limining oldida paydo bo'lib, ish qo'g'dayotgan ikki jangchining qurbon bo'lishiga sababchi bo'ldim. Barliq 2-nomerlik viruslar yo'qolib ketdi. Mushundaq tog'dak paket oldida albatta tushuntirishning hojati yo'q-da. Qaraganda, sizlarning hukmlarga asoslanganda, men Boran Chapqun guruhi ichidagi yo'shirni olgan jasus o'xshayman. Undaq emasmi? Bu ishni faqat 4 odam biladi. Hozir 2 odam qurbon bo'ldi. Biri og'ir yaralandi. Kemiga chiqqan barliq jangchimiz qurbon bo'ldi. Xo'jayin yana qochib ketdi. Viruslar o'zligidan yo'qolib ketdi. Biroq sen qirishqandek chiqishga tegishli bo'lmagan yerda paydo bo'lding. Seningchi bu yana udul kep qilishmi? Ajaba yana tushuntirish ketamdi. Yo'ldosh Lavli bilan Rüşen har ikkilisi qurbon bo'ldimi? Shundoq. Ajaba bu sening mashhur asring emasmi? Hozir sen o'zingning qilganlaringdan faxrlanib ketayotgansan haqiqatan. Qisas o'ti ko'zingizni to'sib olibdi. Mo'l tajribaga ega bir yer osti xizmatini qiladigan odamning chiqargan hukmi meni to'liq umidsizlantirdi. Mening tushuntirishimning mohiyati yo'q o'xshaydi. Mening anglab boqqimmi? Agar mening kemiga hujum qilib xo'jayinni qutqizadigan maqsadim bo'lsa, burun nima uchun uni o'z qo'lim bilan tutib beraman? Bu bir yo'lni ortiq manganlik bo'lmamdi. Ish bu darajaga borganda men haqiqiy tushunib ketdim. Burun o'ynagan o'yinlaring faqat bizni aldash uchun loyihalangan o'yin xolos. Maqsad ishchamlardagi 7-nomerlik xabar yetkazgich xodimni tepib chiqish. Xo'jayinga nisbatan 5-nomerlarni yurak oldi qilayotgan ofat. Uning bir kun oranglarda mavjud bo'lishi, sizlarga bir kun oromlik bermaganlikning sababi. Sizlarning planinglarni bir kun kechikib ijro bo'lishga to'sqinlik qiladi. Shu sababdan u qanchalik badal to'lasimi, uni tepib chiqish kerak. Maqsadinglarga yetdinglar. Xo'jayinni tutishdan ilgari men 5-nomerning haqiqiy salohiyatini bilatdim. Agar jasus men bo'lsam, bu o'yinni o'ynashning nima hojati? Men uzunli bu xabarni xo'jayinga aytib, Rüşenni tutsaqli bo'ladi-ku. Sening bu tarafdan foydalanib, mas'uliyatdan bosh tortadiganligingni bilatdim. 5-nomer dushmanning ikki qismiga nihoyat cho'nqur urilishib ketdi. Ko'p yillardan beri xo'jayin butun kuchi bilan uni tepib chiqish uchun nurg'un choralarni qo'llandi. Shu sababdan qo'li ostidagi nurg'un odamlarni o'ldirdi. Meningcha xo'jayin sening maxfiy xabaringni olgandan keyin talto'kis ishinib ketishi notayin. U o'z ko'zi bilan 5-nomerning oshkorlanganligini ko'rish istagi bor edi. Shundan u talto'kis xotirjam bo'ladi. Qaraganda, bu ko'z qarashni o'zgartirishga amal yo'q o'xshaydi. O'z ko'zim bilan sening kemida rahimsizlarcha odam o'ldirganligingni ko'rdim. Ajaba bu yolg'onmi? Siz rostli meni ko'rdingizmi? Shundoq. Seni ko'rib qolmasdan, balki sen odam o'ldirgan tapanchani ko'rdim. Bu ikki tapancha bekmi o'xshaydi? Yana deydigan qanday gaplaring bor? Qani ayta. Mening deydi hech qanday gapim yo'q. Demasam bo'lmaydi. Sizlarning suiqasdinglar amalga oshdi. Biroq Tangrining jazosidan hech kim qutulolmaydi. Oxirida sen yana mening qo'limga tushib qolding. Men azaldan boshqalarning nazarida jasus o'rniga tushib qolishimni o'ylab boqmabdi ekanman. Aslida sizlarning qaytib kelishinglarni saqlab, hamma ishlarning haqiqiy tarafini so'zlay debdiman. Biroq men xatolashdim. Qaraganda men hozirdan boshlab o'zimga tayansam bo'g'idek. Jim tur! O sekretarni qo'yib et. Meni odam o'ldirgim yo'q. Biroq meni qistima. Lang mudir, bu odam to'limi xatarlik. Yo'ldoshlar yaqin kelmasin. Yashoying, yo'ldosh Rüşenni qo'yib et. Gap bo'lsa chiroyli paranglashayli. Bundaq tetiksiz o'yinlaringni yig'ishtirib ol. Biroq men seni cho'qim yana izlab kelaman. O sekretar, qanaroq? Men bilan qaringlar bo'lmasin, uni tutinglar. Qo'ydi. Yana o'qib turibsizlar, qo'g'langlar. Xo'p. Lava, cho'qim tirik tutinglar. Bu yerda ekan.
Böyle tez. Kolunu tut. Ya Tiyagan, sen deyim kılmakçı. Van müdür. Başlık onu bizge tirik tutuna deydi. Hazır qaysı vakit ölük tiri gidip olduramdık. O keçip ketmesine şuras. Tez kolunla. Tez. Yolunu boşluğla. Lavvan! Bu nima qilganingiz deyman? Bu sekreter, ben... Yo'ldoshlar, muhabisat qismidagi yo'ldoshlar qashqan jinoyatchini tutmoqchi. Sizlar bizga moslashib Yol beringlar. Yo'ldosh Yusha, yan shoying qechib ketdi. Xatarga shunday sabablik qilgan bormi? O'z yo'ldoshlarimizga ziyon yetib qolganda qilamiz. Ben bunda ko'p o'ylab Qo'lni ketmasdim. tushirmay tezmi? Tez bo'linglar. Ma'qul. Tez bo'linglar. Qarab turibsiz-ku, tez tushinglar. Men qarab nima qilsiz? Odam nazda. Ko'pchilik qaytib tushib ketadi. U bu tarafga tez bo'laylik. Tez bo'linglar. U pastga. Mangaylik. Tez bo'linglar. Odamlar ketdi. Uqmayman. Arqadim yo'q. Soyasi ko'rinmaydi o. Ustida ekan. To'xta! Mashina to'xtat. Kelinglar. Kelinglar. Mashinani bulib ketdi. Yo'ldosh nima oldu? Mashinani bulib ketdi. Qarang. O taraf ketdi. Tez bo'linglar. To'xta! Hey. Haydaysiz-ku. Hamma sizning kasabingiz. So'ngga mashin debdi. Hey Shali, buni menda ko'zingiz qanaqa bo'ladi? Xafa bo'lmang. Kim bilsin, uni mashina bulib ketishini. Siz Nimish bo'ldi? Yo'ldosh, birsi mashinani bulib ketdi. Qandaqroq odam? Qor kiyim kiyib olgan odam. Qani? Ana o yoqda. O taraf qochib ketdi. Qo'linglar. Osmon o'rilib ketsin, uni tutib kelinglar. Tez bo'linglar. Bo'ladi. Englar. Men bilan menglar. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com.
Hey. Efendim, neye varsınız? Men vergin, bağandı sana deyme. Ma'qul. Ol taraftan egilgen. Aldığımız küçük vurun. Tez bol. Çatak oldu. Bu sezip kaptı. O, belki hiç çıkıp sezip kaldı. Beni onu öldürüydü. Hop. Onga. Ula desen, başını topla. Efendim.
Xo'jayin seni tilga olgandim bu ya. Seni bir ko'rib beqish xiyolim bor edi. Anglashimcha sen pek muqaltis ekansan. Men o'z ko'zim bilan buning rost yoki yolg'onligini isbotlab ko'ray dedim. Biroq izchil fursat bo'lmagan. Chunki men bir soya. Qorong'uliqdagi soya. Mening paydo bo'lgan vaqtim sening oxirlashgan vaqting bo'ladi. Bilma. Sen bunun puşqaqlarga mümkün o'ylab, meni ko'z tutib tursan. Balkim bir pay o'q bilan meni jahannamga uzatib qo'yishing mumkin. Biroq bunda qilmaydiganligingni obdan bilaman. Chunki sening mendan so'raydigan nurg'un savollaring bor. Masalan, epetayliq kim seni setyapti? Yana sana kim to'zoq quryapti? Sho'ng meni shundaq dana fikrim bor. Bo'lmasa biz yuz turanib turib so'zlashib baqayli. Faqat mushunda qilgandilar. Ko'ngildik tugullar tal tuksal bo'ladi. To'g'ri deysan. Mening rostli so'raydigan savollarim bor. Shunga sening hikoyangni anglab baqqan bor. Agar sen odam tushunadigan hikoya ayta olsang, balkim seni qo'yib berishim mumkin. Qarshilashmoqchi bo'ladi ekansan, men undan tutun chiqarib o'taman. Bu qurol bakmi chiroyli ekan. Kim taning'o deyman. Bu hikoyaning boshlanishi ekanda. Sen bakmi aldirasan jimo. Bo'ladi. Menga boshlanish nuqtasida aytib ber. Men bu hikoyamni boshlay. Ismingdan boshlab so'zla. Haqiqatan bakmi afsus. Men degan bir soya. Ism familiyam yo'q. Bu hikoya to'liq tetiqsiz ekan. Tetiqsizligidan meni ochiqimni keltirib qo'ydi. O'q chiqamay tur. Mening bir laqimim bor. Qari bo'ra. Qandaq? Bu ismni anglab, yana ochiqing keldimi? Qari bo'ri degan bu ism menga bak mutulush. Xuddi o'zimning ismidekla. Bu dunyoda menga tunish bo'lgan odamlar ko'p emas. Sen bundaq desang, faqat birli mumkinchiligi bor. U bo'lsa-mu, sen odamni xato tunib qolding. Shundaqmi? Chunki men olvasdi. Burunli o'lib ketgan olvasdi. Qari bo'ri degan bu ism burun qishloqqa chetishliq edi. Mening demoqchi bo'lganim-mu, burun qishloq. Ha? Qari bo'ri Juntoning 7-chi boshqarma yoshirin qorshab o'ltirish atritidan. Rostilla oddiy emas ekan. Yoshirin qorshab o'ltirish atritining tarqalib ketganiga 5 yil bo'ldi. Ya'ni meni aslab turganlar bor ekan. Bu yerda uchirta menda. Xiyolimga mo keltirib boqmabdi ekanman. Qarag'anda meni tuniydigan o'xshaysan. Sana bir ismni aytib bersam, meni kimligimni bilib qolasan. Shundaqmi? Men cho'qim aslab qishqib tirishiman. Sağma ayan, bizni kasbni qildiganlar doim buruq ishlarni oson unutib qoladi. Feng Shaolin. Shaolin? Sen o yaxshi ko'rgan hiliq kompartiyami? To'g'ri deysan.
Öz vaqtida o meni qo'g'dayman deb, sening qo'lingda echinishlik o'ldirilib, Guandu yog'och ko'rik ostiga tashlanib qo'yilgan. Bu o'tgan ishlarni unutib ketishi mumkin emas. Albatta unutmadim. Men uni so'yman. O menga xoinlik qildi. Uni so'yamsan? Seni yaxshi ko'rgan odamingni o'ldirib muhabbatingni ifodalaydigan odating bor ekan. Menga xoinlik qilgan odam cho'qim o'lishi kerak. Bo'ldi. Hikoyangni davomlashtirsang bo'ladi. Qanday qilib xo'jayin bilan birga bo'lib qolding? O 5 yilning oldidagi ishlar. Men Juntuning ichidagi eng muhim shaxsdan chishiga tegib qo'ydim. O bir shumliqni ishlatib, yo'shirin qo'rshab o'ldirish attirtini tarqitib etdi. Men bo'lsam qochqin jinoyatchi bo'lib jazoga tortildim. Biroq jazoni ijro qilgan odam dal xo'jayin edi. O mening qobiliyatimga ishonatdi. Izchil o'zining sepiga qo'shilishni o'ylab ketdi ekan. Shu sababdan o nasbasqan birini tepib, mening o'rnimda o'ldirdi. Yoshirincha meni qutqizib kelib, maxfiy jasuslik xizmatiga qo'yib, uning barliq planlarini bexatar ijro qilishiga kapolat qilish buyurdi. Mana shundoq. Shundan beri men olvastiga aylanib, yer osti jasuslik xizmatini qilib, bugungacha ulashdim. Sen mening siyoqimga kirib olib, tuyuqsiz kemiga hujum qilib, xo'jayinni qutqizding, to'g'rimi? To'g'ri dedim. Planni oshkorlab qo'ygan odam kim? Qoyinzodi kim? Bu tarafiga javob berishga amalsizman. Men faqat harakatni ijro qilishga mas'ul. Xabarning kelish manbasiga kelsak, faqat xo'jayin birla odam bilishi mumkin. Qarg'anda sen ancha aqlli emaskansan. Sen xo'jayinni obdan tushunasan. O hargizmi qo'l ostidagilarga muhim ahamiyatni demaydi. Sening ishini ishonmasliging bilan ko'rim yo'q. Men bilmayman. Harbiy komitetdagi ishlarni so'zlab baqa. Sen moliya bo'limidagi ishki qarovulni o'ldirib, meni balaga tiqmoqchi, to'g'rimi? To'g'ri dedim. Biroq bularni o'zingiz deb topdim. Ha? Aslidagi plan bo'yicha aytganda, men sening siyoqingda 3-qavatdagi moliya ishxonasiga kirib, ichki muhofizachini o'ldirib, moliya ishxonasini echib, chorlash atrofini diqqatini qo'zg'ash edi. Biroq o'ylamagan yerda sen dal vaqtida yetib kelding. Bundaq bo'lgandan keyin mening ishim monayt osonga tushdi-da, sen bu to'zoqqa men o'ylagandim chiroyli tushsan. Ikkinchi nomerlik virusni kim olib ketdi? Bu darbi menga noma'lum. Men faqat planning harakatiga mas'ul. Boshqa ishlarni xo'jayin o'zi bir taraf qiladi. U qayerda? Hikoya bu yerga kelganda oyoqlashib qoldi. Bundaq ahvolda asli bu bir jumla so'zni men sana desam, ondan oyoqlashgan bo'ladi. Shundaqmi? Nemishqa? Chunki men seni har vaqt etib o'ltiralayman. Bir ayol o'z hayotini qurbon qilib qo'ydigan er kishi siz keladi. Men sendek odamning qo'lida o'lishni xohlamayman. Meni tirik turmoqchimisan? Mumkin emas. Sening fursating qolmadi. Ko'nglimdagini desam, sening hikoya meni qiziqtiramadi. Qandaq? Bu zanjir tunishda qilamdi. Buni Shaolingning bo'ynidan elib olgan. Men izchil yonimda saqlab yurdim. Anglashimcha buni u sana sovuq qilib ekan. Keyin sen uning bo'yniga isib qo'yib ekansan. Haqiqatan sen mehribon bo'lib qolmay. Yani texi romantik ekansan, ha?
Anlaşımcha, Shaolinning ochisi Lihui, u sening birinchi yaxshi ko'rgan odamingkan. Biroq u sening ustozing, bo'yingning qo'lida o'libdi-kan. Qaraganda sen o'zing yaxshi ko'rgan odamni menga qo'yolmaydigan o'xshaysan. Bugun seni ko'rib, shuni tushundimki, sen degan aslida bir yarmaskansan. Xuddi bayamqidek. Faqat qo'lingni shundaqla harakatlantirib qo'ygan bo'lsang, men tugashgan bo'lardim. Biroq sen-chi? Ha? Men anlagandan bir ko'rgan alo degandek, xo'jayinning seni maqtishi faqatli bir yog'limi so'zlar ekan. Biroq menga nisbatan sen faqat amdili bixsurib chiqqan bambuk notisi xolos. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com